Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz va sizlarga biz yana barakali Surxondaryo Hisori qo'ylarimizda tavsiya qilamiz. Albatta, siz nimadir mahsulot olishingizdan oldin uni sotishni o'ylang. Agar sifatsiz narsani oladigan bo'lsangiz, albatta ona qanaqa bo'lsa, bola o'shanaqa bo'ladi. Sifatlidan sifatli, sifatsizdan sifatsiz tug'iladi. Aytaylik, oddiy jaydari qo'y oladigan bo'lsangiz, ertaga uni bolasini ham oddiy jaydari qo'yni narxida sotasiz. Mana bu qo'ylarimizni ko'ringki, aytaylik, o'tgan yili qo'ylarimizni oldi 4,5 million bo'lgan bo'lsa, mana hozir 8 milliondan sotyapmiz. Bu odamlarda o'sha yaxshi qo'yga bo'lgan qiziqishini, o'sha nima deydi, ma'lumotini bor bo'lib, olib, boqib bilganligi sababli. Lekin aytaylik 3 million sotilgan qo'ylar o'tgan yil oddiy sifatsiz qo'ylar mana bu yil kelingki 4 million yoki 5 million ham sotilyapti. Ularda effekt kamligini odamlarda o'zi boqib ko'rib bilyapti do'stlar. Shuning uchun yaxshilarini biz sizlarga boqishni tavsiya beramiz kanalimizda. Bu qo'ylarimiz mana nima uchun mana hozir mana shu paytda qo'ylarni juda ham yana bilish osonda. Jullariga qarang, o'sib ketmagan, har xil rang emas, nomutanosib emas, jullari hammasi sifatli, bir xil rangda, erta tuqqanda ham misol uchun shu etini ushlab turib bolani boqadigan, buni olib boqqaningizdan keyin o'zingiz bilaverasizda qo'ylarimizda. Shuning uchun jon kuydiramanki, sizlarga yaxshi qo'yni oling. Juda ko'p bo'lgan, oldin odamlar o'sha qo'y boqishda foyda yo'q degan tushunchalar juda ko'p odamlar orasida bor edi. Chunki sababi o'sha qo'y bilan qo'yda qonini, boshqalarini analiz qilinmagan. Prosta qo'y bo'lsa bo'ldi. Haligacha shunaqa fikrdagilar bor. Do'stlar, qo'yda tozasini boqing, sortini boqing. Do'stlar, mana ko'rasiz, baraka juda bor. Yaxshi qo'y qilgan odam ertaga sotgisi kelmaydi, birodarlar. Bugungi mana videolarimiz sal cho'zilib ketdi. Zokirbekni qo'rasida. Assalomu alaykum, Asror aka. Alaykum assalom. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Yashang, mana Xudo sizga shunaqa narsalarni bergan, yaxshi narsalarni sotyapsiz. Zokirbek, bitta savolda nimaga oddiy qo'y boqmaysiz? Aka, va Hisorida aka. Yashang. Hisorning bolasini aka bir 5 million, 6 million sotasiz aka baribir. Mana shunday. Har doim Agar Xudo berib qolsa bir qo'chqor, chiroyli qo'chqordan qo'shgan bo'lsa, aka 1 yil sabr qilsangiz qo'chqor $1000 dan sotasiz aka. tozalarimiz. Ha, tozasidan aka, baribir Hisori qarang. Bilajini olinmaydi, simjin qo'yanmas aka. Ertaga mana shu turaversa ham, hali nima deydi, plyuskada. O'zida turgani ham o'zi plyuskada. Yashang, mana shu. Aka bir kuniga yaraydi-da aka. Ha, yashang. Xo'p, Qo'yda qarang, hammasini siniga. Bularni nech bilan baho qo'yasiz? Bularni aka 6 million 800 dan qo'yamiz aka. 6 million 800 dan. Ha. Yoshi nechta buni? Yoshi nechida? 7 ta 2 tishlisi bor. Qolgani 4 tish, 4 tami 6 tishi bor aka. Sonini so'radimi? Soni 24 bosh qo'y aka. Bir partiya qilamizmi, 2 partiya? 2 partiya qo'yimiz bor aka. Bundan keyin yana bor. Bundan keyin sal arzonroq qilib beramiz. Bosh qo'ydi, demak, nech bilan beramiz? Aka 6 million 800 dedik. Olaman degan muxlisingiz chiqsa o'tib beramiz aka. Hammasi yelin solgan qo'y aka. To'q bug'oz qo'y, garantiya. Qadalgan nech bo'ladi, Zokirjon? Qadalgan narximi aka? Ha. 6 million 600 dan qilib beramiz aka. 6 million 600 dan. Ha. Agar 6,5 ekanda, Zokir. Xudo xolasa aka, mana qarang Asror aka. Ha. Hammasi shunday qarang, mana yelin solib turibdi, mana aka, mana bir boshda mana ko'ravering, hammasi yelinini ko'rib olsin. Bo'ldi. Xudo xolasa pulni sanab olamiz. Bayramgacha aka, yangi yilgacha yangilik qilib tug'ib beradi hammasi. Ancha munchasi yangilik qilib qo'yadi. Hammasi yelin solib turibdi-da, chunki aka. Yashang. Bitta yarimta adashmovchilik bo'lmasa, Xudo xolasa hammasi kamchilik joyi yo'q aka. Bo'ldi. Zokirjon, muhimi qo'yni sifatiga qarang, qo'yni jasadiga qarang aka. Qo'yni rangiga, sifatiga haqiqatan ham Zokirjon buni muxlislarimiz juda yaxshi. Xudo xolasa aka, 3-4 ta bo'lmasa yigitchilari ham bor aka ichida. Zokirjon, ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Bo'ldi aka. Hali nima deydi, vaqtimiz ham cho'zilib ketdi. Mana qo'ylarni qarangda, siz o'zingiz olavergan sayin olgingiz keladi bu qo'yni videoga aka. Shunday, barakasini bersin. Ketdik. Do'stlar, ikkinchi partiya qo'ylarimiz. Mana bularda narxini arzon qilib qo'yamiz dedik. Like'larni bosib, poddershka qilib qo'yaveringizlar do'stlar. Zokirjon, buni son nechta? Aka 15 bosh aka. 15 bosh. Ozgina, ozgina. Ha, bir pachka. Bir pachka.
bir 10 tasini olaman desa ham pulim yetadi, 10 taga yo 5 taga desa ham Bitta bo'lsa ham sotaman. ana bitta bo'lsa ham sotilar ekan do'stlar. Holati bo'g'oz a? Hammasi aka yelin solib turibdi, o'zingiz ko'rib turibsiz akajon. Bo'ldi. Dusoq qo'ydi bo'lgan shuni endi baribir Yo'q, dusoq. hammasi dusoqmi? Nechtasi? Aka 11 tasi dusoq. 15 ta, 11 tasi 2 tish qo'yamiz. Yelinlab turibdi aka, mana aka, hammasi qarang. Shunday. Barakasini ber. Qolgani 2, 3 mi? Mana siyadigan qo'yam. U ham elinlari ko'rinib turibdi. Yigizchi ana shu aka. Ana shu? Ana shu yigizchi. Ya, bu yil bitta tug'adi yo. Yo, xudo xolasa endi balkim peshanasi aka. Xo'p, qani? 3 ta tug'sa ham bermaydi-ku aka. Yangi yildan keyin a? Yangi yilgacha ko'pi tug'ib beradi. Yelin solib turibdi-ku, ayla qarang. Xo'p. Qani bularga necha puldan baho qo'yasiz? Bularga aka ko'p bir tug'ilini pulini aytamiz, 5,5 baho qo'yamiz. 5,5 dan. Ha. Zo'r narx bo'ldi. 11 tasi dusoq. Aha. 11 tasi dusoq aka. Qo'ylar qarang. Mana joyilganda ham ko'ravering aka. Do'stlar, Katta sog'liq aka. Narxi ham zo'r bo'ldi. Dastavkasi bor-a? Dastavkasi bor. Yana muxlislaringizga 200 ming o'tib beraman. Qanchadan qilib berasiz o'zi? Unaqada. 5 million 300 mingdan dastavka qilib beraman. 5 milliondan. 5 million 300 mingdan dastavka qilib beraman aka. 5 milliondan bera olmaysizmi aka? Endi 5 milliondan bozor bersa beraman. Ish qo'ydi, siz ham bozorni odamisiz, mana qarang. Qaytar barcha mahkam bo'l. Soq qarang. 5 million 300 mingdan do'stlar, dastavka qilib berasizmi? Dastavka qilib beramiz aka. Mana qo'ydi, qochib yurishini qarang. Katta qo'yda qarang. Soq ham siz kelayotgan qo'yga ham qarang aka. Barakasini bersin do'stlar. Mana qo'ylar zo'r bo'ldi. O'zingiz ham olib qo'yingiz kelyapti-da. Mana oldindagi qo'ylar, bular faqat bir joyda aytilgan narxi, shuni ham Ha, bir joyga aytilgan aka. Bo'ldi. Jo'ra, akalar, qaraysizlar. Elinlar Bosash kerak, prosta. Juda yaxshi narx qo'yildi. Xudo xolasa olsa pul ham- o'zi bilan birga ketadi Asror aka. Bittadan tug'ib bersa ham 30 ta qo'yda. Nasib bo'lsa Videoning aka. boshiga aytganimizdek, o'sha xayrli gaplarimiz do'stlar. Bir kambag'al ham qo'y qilishga haqli-ku aka. Do'stlar, mana amallar niyatga bog'liq. Niyatni yaxshi qilaveramiz. Men qarang, Xudo xolasa hammani qo'rasida shunday qo'y bo'lish hammaga nasib qilsin. O'shanday qo'chqori zo'r bo'lsa, 50 ta qo'chqordan qo'yilgan. Voh, ertaga o'zidan ko'ra ustuvor, nima deydi, ko'zi tushaveradi. Haydaver bacha. Qaytar. Makon bo'la. Ketdi mana. Barakasini bersin, qo'llab qo'yamiz akalar. Ketaman deyapti-da bular aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.